Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 14-dekabr haftaning yakshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimiz holatlari. Ko'rib turganlaringizdek ranglari asosli holatda. Razmerlar standart 6, 12, 25. Xudo olsa ishlarimizni shug'ullanmaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan ishlar. Hali birorta klientdan murojaat tushmagan. Oldindan 5-10% bo'lishi mumkin, ehtimol bo'lishi mumkin deyapmiz. Ranglarni ko'rib turganlaringdek atlasli holatda qizil sariq. Qiziliga ham 100% garantiya beriladi. Uqalanib ketmasligiga sanoqlari 100% garantiyalari bor. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beryapmiz. Eng ozi 3000 talikdan boshlab oyog'i cheklanmagan miqdorda yetkazib beramiz. Qishin yozim bizda qishin yozim bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringda funtlar chekkalariga zo'r bor. Tomonda ham funtlar bor. Bir kunda hozirgi kunda bu xumdonimizdan 25 mingta, yana bittasidan bor 25 mingta, ikki mashina bir kunda 50 mingta g'isht sotilyapti. Sifatlarni ko'rib o'tasizlar, sifatlarni xohlasa. A'lo darajada. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aytgancha zavodda o'zidagi narx 740 so'mdan juma kunlari 730 so'm narx qo'yganmiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Qishda to'lov qo'yib, hozirgi kunda to'lov qo'yib bahorda olaman degan akalarimizga 80 so'mdan chegirmasi bor. Bahorda olgan sababidan. Mana 10 mingta mashina masalan bitta Sharxon tumaniga 920 so'mdan yetib boryapti turgan bo'lsa, 920 so'm emas, 80 so'm arzon bo'ladi bahorda olmoqchi bo'lganlarga. Hozir to'lov qilib turib bahorda olmoqchi bo'lganlarga. Hozirgi kunda Sharxonga 920 so'mdan Namanganlarga shaharda o'ziga bo'ladigan bo'lsa 930 so'm, 940 so'm, u yog'i uzoq yaqinligiga qarab narx o'zgaraveradi. Farg'ona viloyati, Farg'ona shaharlariga 900 so'mdan yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Xudo xolasa shug'ullashmaydigan ishlar bo'ladi. Sababi bizda adir yo'q. Endi sariq tuproqlarda chiqarilyapti. Ishonarli ishlar bo'ladi.